Dinimizda qarz berish savob ish hisoblanadi. Chunki bu birovga bo'lgan yordam. Yordam berishlik, bir insonga yordam qo'lini cho'zishlik dinimizda eng katta savob amal hisoblanadi. Zero payg'ambarimiz Muhammad Mustafa sallallohu alayhi vasallam Imom Muslim rivoyat qilgan hadisda marhamat qildilar. Qala Rasululloh sallallohu alayhi vasallam: "Vallohu fi auni al-abdi ma kana al-abdu fi auni akhihi", ravohu Muslim. Alloh banda yordamida bo'ladi, qachonki banda do'stining yordamida bo'lsa, deb Rasululloh sallallohu alayhi vasallam marhamat qildilar. Men birovning yordamida bo'lsam, birovga yordam qo'lini cho'zsam, bir muhtojni ko'nglini shod etsam, Alloh subhanahu va taolo menga yordam berar ekan. Yana Rasululloh sallallohu alayhi vasallam marhamat qildilar. Qala Rasululloh sallallohu alayhi vasallam: "Man yassara ala mu'sirin yassarahu Allohu alayhi fid dunya wal oxirah", ravohu Muslim. Imom Muslim rivoyat qilgan hadisda Rasululloh sallallohu alayhi vasallam aytdilarki, kim bir insonning mashaqqatini yengil qilsa, Alloh taolo dunyo va oxiratda uning mashaqqatini yengil qiladi deb marhamat etdilar. Bu dunyoda bir insonning mashaqqatini yengil qilish, ya'ni ko'nglini shod etish, uni xursand etish, unga yordam berish, uni hojatini ravo qilish shunchalik baland narsa ekanki, yaratgan egan bu dunyoda ham, oxiratda ham boshimizga tushgan mashaqqatni olib tashlar ekan va yengil qilar ekan.